Muqaddas islom dinimiz Movarounnahr diyoriga yetgach, yanada taraqqiy etdi. Turkiston tuproqlaridan ko'plab islom ulamolari, musulmon olimlari kamol topdilar. Ana shunday ulug' mutafakkirlar safida ajdodimiz Imom Ismoil al-Buxoriy hazratlari ham bor. Movarounnahr diyoridan ko'plab muhaddislar, mufassirlar, mutakallim va faqih allomalar yetishib chiqqan. Manbalarda keltirilishicha, birgina hadis ilmi bo'yicha 3000 dan ziyod muhaddis tabarruk zaminimizda faoliyat olib borgan. Ko'plab muhaddislarning buyuk xizmatlari tufayli bu o'lka buyuk muhaddislar yurti deb e'tirof etilgan. Bu zamindan yetishib chiqqan buyuk ulamolardan hadis ilmi sohasida eng mashhurlaridan biri shubhasiz Imom Buxoriydir. Imom Buxoriyning to'liq ismi Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn Mughira ibn Bardizba Ju'fi Buxoriydir. Kunyasi Abu Abdulloh bo'lib, xalq orasida Imom Buxoriy nomi bilan mashhur bo'lgan. Imom Buxoriy milodi 810-yil 19-iyul, hijriy 194-yil Shavval oyining 13-si juma kuni juma namozidan so'ng Buxoro shahrida Ibrohim ibn Ismoil xonadonida tavallud topgan. Tojiddin Subkiy rahmatulloh alayh Tabaqotul Kubro nomli asarida Imom Buxoriy rahmatulloh alayhning nasabini katta bobolari, ya'ni Bardizbahning otasi Bazizbahgacha zikr qilgan. Bobolari to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni ota bobolari to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, 3-bobosi Bardizbah bu Buxorocha ism bo'lib, o'sha davrlarda qo'llangan. Uning ma'nosi dehqon, ya'ni qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi degan ma'noni bildiradi. Bardizbahning ismini ba'zilar aslida Ahnaf ekanini qayd etishgan. Ahnaf deb odatda eng aqlli, dono kishilarga nisbat berilgan. Ikkinchi bobosi Mughira, ya'ni o'sha davrlarda Buxoroning hokimi Yamon Ju'fiyning qo'lida islom dinini qabul qilib musulmon bo'lgan. Shu bois Mughira va uning avlodlariga Ju'fiy nisbati ham qo'shib aytiladi. Birinchi bobosi Ibrohim, u kishi haqida yozma manbalarda kam ma'lumotlar kelgan. Mavjud ma'lumotlarda ham otasi Mughiraning nomiga qo'shilib Abu Ibrohim Mughira yoki o'g'li Ismoilning nomiga qo'shilib Ismoil ibn Ibrohim deb zikr qilingan. Imom Buxoriyning otasi Ismoil ibn Ibrohim, kunyalari Abul Hasan, tarixchi, olim, tijoratchi bo'lganlar. O'z zamonasining olimi bo'lgan, taqvodor va solih inson bo'lgan. Ismoil o'z davrining muhaddislaridan biri bo'lgan, ilm talabida safar qilgan va ko'plab ulamolar bilan hamsuhbat bo'lgan. Imom Buxoriyning otasi Alloma Ismoil katta tijoratchi bo'lib, o'g'liga ko'p mol-mulkni meros qilib qoldirgan. U o'z kasbida o'ta parhezkor bo'lgan, har qanday shubhali o'rinlardan o'zini saqlagan, ehtiyot bo'lgan. Abu Ja'far Varroq Buxoriy o'z risolasida bunday keltiradi. Ahmad ibn Has bunday deydi: Abu Abdullohning otasi Abu Hasanning oldiga o'lim to'shagida yotgani paytida kirdim. Shunda Abu Hasan: men mol mulkim orasida biror dirham harom yoki biror dirham shubhali narsa borligini bilmayman dedi. Ahmad ibn Has bu gapni eshitganda, shunda o'zimning amallarim ko'zimga arzimas bo'lib ko'rinib ketdi dedi. Imom Buxoriy so'zlarning eng to'g'risi kishining vafot etayotgan paytdagisidir dedi. Imom Zahabiy Siyar-i A'lomun Nubalo asarida Ismoil ibn Ibrohim ilm talabida bo'lgan olim edi deb yozishi, uning o'z zamonasining olimlari qatorida ilmiy safarlarga chiqqanini bildiradi. Imom Buxoriy Tarixul Kabir kitobida otasi haqida shunday deb yozgan:
ismoil ibn ibrohim ibn mug'ira jufiy abul hasan hammod ibn zaydni ko'rgan, abdulloh ibn muborak bilan yaqin muomalada bo'lgan, imom molikdan hadis tinglagan. Ya'ni mana shundan ham ko'rinadiki, imom Buxoriyning otasi o'z zamonasini olim kishilaridan biri bo'lgan. Imom Buxoriyning otasi faqatgina tijoratchi bo'lib qolmasdan, ilm bilan chuqur shug'ullangan va ancha yuqori darajaga ko'tarilgan. Abu Ja'far Varroq Buxoriy aytadi: Muhammad ibn Ismoil Buxoriy otam Imom Molikdan hadis eshitgan va Hammod ibn Zaydning ibn Muborak bilan ikki qo'llab ko'rishganini ko'rgan degan. Bu voqea Abdulloh ibn Muborak Makkaga Hammod ibn Zaydning oldiga borganda sodir bo'lgan. Buxoriyning onasi ham taqvodor, diyonatli, oqila ayollardan bo'lgan. Otasi vafot etgach, Buxoriyning tarbiyasi bilan onasi shug'ullangan. Onasi yoshligidan unga o'qish, yozishni o'rgatib, Imom Molikning Muvatto kitobidagi hadislarni yod oldirgan. Buxoriy 5-6 yoshlaridan Qur'on va diniy ilmlarni, xususan hadislarni o'rganishni boshlagan. Imom Buxoriyning onalari soliha, obida, taqvodor va ilm ma'rifatli ayol bo'lgan. Uning duosi ijobat bo'lgani haqidagi quyidagi mashhur rivoyat ham mavjud. Imom Buxoriyning ko'zi yoshligida ojiz bo'lib qoladi. Dardning qarshisida ojiz qolgan tabiblar shifo yo'lini topolmaydilar. Noiloj qolgan ona kunlarini joynamoz ustida Allohga yolvorib o'tkaza boshlaydi. Kunlarning birida tushida Ibrohim alayhisalomni ko'rganda, u zot sharif bu mushfiqa onaga qarab: "Ey volida, ey onay mehribon, sening duolaringning ko'pligidan Alloh taolo o'g'lingga to'liq ko'rish qobiliyatini qaytardi" deb aytadi. Ayol uyg'onib qarasa, o'g'li Muhammadning ko'z nuri to'liq qaytib, u tuzalib ketganini ko'radi. Biz Imom Buxoriy onasi siymosida butun islom ummati ayollariga namuna bo'ladigan buyuk bir siymoni ko'ramiz. Imom Buxoriy aql idrokli, o'tkir zehnli va ma'rifatga havasi kuchli bo'lib voyaga yetadi. Uning ilmga bo'lgan shijoati va kuchli xotirasi yoshligidanoq namoyon bo'ladi. U turli ilm fanlarni, ayniqsa hadis ilmini zo'r qiziqish bilan egallaydi. Buxoriy 10 yoshidan boshlab o'z yurtidagi turli roviylardan eshitgan hadislarni, shuningdek Vaki ibn Jarroh va Abdulloh ibn al-Muborak kabi olimlarning hadis to'plamlarini mutolaa qilib yod olgan. Al-Dohili, Muhammad ibn Salom al-Poykandi, Muhammad ibn Yusuf al-Poykandi, Abdulloh ibn Muhammad al-Masnadi kabi taniqli muhaddislardan saboq olgan. U kishi aytdilar, 10 yoki undan kichikroq yoshda edim. 10 yoshdan so'ng boshlang'ich maktabdan chiqdim va ustoz Dohili va boshqalarning saboqlariga qatnay boshladim. Bir kuni Imom Dohili bizga hadis o'qib berayotganlarida Sufyon Abu Zubayrdan, u Ibrohimdan degan sanadni aytdilar. Men u kishiga Abu Zubayr Ibrohimdan rivoyat qilmagan dedim. Shunda meni jerkib berdilar. U kishiga asl manbaga qarang dedim. Uyga kirib kitoblariga qarab chiqdilar va mendan aytganing to'g'ri ekan, ey bola, buni qanday bilding deb so'radilar. Men Ibrohimdan Abu Zubayr emas, Zubayr ibn Adi rivoyat qilgan dedim. Mendan qalamni olib kitobdagi xatoni tuzatib qo'ydilar. U kishining xatolarini tuzatganingizda necha yoshda edingiz deb so'ralganda, Abu Abdulloh 11 yoshda edim deb javob berdi. Albatta bu Imom Buxoriyga berilgan ilohiy ilhom edi. Farzandiga berilgan ushbu ilohiy ne'matni u zotning onalari kichiklik vaqtlaridayoq anglab yetgan. Farzandini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislarini o'rganishga yo'naltirdilarki, buning uchun to qiyomatgacha keladigan barcha musulmonlar u zotning onalaridan minnatdordirlar. Shuningdek, Imom Buxoriyning hadis ilmi bilan shug'ullanishlariga o'ziga xos sabablar ham mavjud. Shulardan otasining hadis to'plaganlari va Buxoriyga zamondosh talib ilmlarning uning otasidan hadis rivoyat qilmoqliklari hamda u yashagan muhitda ilmiy harakat asosan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yod olishdan iborat bo'lganligidir.
imom Buxoriyga Alloh taolo tomonidan o'tkir zakovat va kuchli yod olish qobiliyati berilgan. Bu qobiliyat u zotda kichiklik chog'laridayoq ko'zga tashlana boshlagan edi. Yoshlik chog'ida imom Buxoriy o'z tengdoshlari ila Basra mashoyixlari darslariga qatnashar, ammo o'tgan darslarni yozib olmas edilar. Bir qancha kunlar shu tarzda o'tganidan keyin sheriklari unga sen biz bilan birga darsga qatnashasan va yozib olmaysan, bu qilmishingning ma'nosi nima deb so'yishdi. 16 kundan so'ng ularga juda ko'p gapirib yordingizlar va bu so'zda mahkam turib oldilaringiz, yozganlaringizni menga o'qib beringlarchi, dedi imom Buxoriy. Ular yozgan hadislarni 15 mingdan ziyod edi. U o'shalarning hammasini yoddan aytib berdi. Ular esa imom Buxoriy yoddan aytgan narsadan yozganlaridagi xatolarni to'g'rilab olgan. So'ngra ularga qarata aytingchi, men darsga behuda qatnashayotgan va kunlarimni zoya qilayotgan ekanmanmi deb savol beradi. Shunda ular imom Buxoriyning oldiga hech kim tusha olmasligini anglab yetadilar. Imom Buxoriy 11 yoshlik bola bo'la turib o'z ustozlari dohiliyning xatolarini tuzatishlari ham bunga dalildir. Otasining darsxonasida Abu Hafs Ahmad ibn Hafs Kabirdan Sufyonning Jami kitobini tinglar edi. Ya'ni Abu Hafs Kabir bir harfda xato qilgan edi. U ya'ni imom Buxoriy mana shu xatoni tuzatib qaytaradi. U bir muddat sukut saqlab turadida bu bola kim deb so'raydi. Bu Ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn Bardizbah deb javobni eshitadi. Buning aytgani to'g'ri ekan, eslab qolinglar. Albatta bu bir kun buyuk odam bo'ladi deb ta'rif beradi. Imom Buxoriy 16 yoshida onasi va akasi Ahmad hamrohligida Makka shahriga ham ilm talabida, ham haj ziyorati uchun yo'l oladi. Haj mavsumi nihoyasiga yetgach, akasi va onasi Turkistonga qaytadi. Muhammad esa ilm olish niyatida Makka-yu Mukarramada yashab qoladi. U kishi dastlabki safarni Makkadan boshlagan. U yerdagi ko'plab muhaddislardan, ulamolardan hadis o'rgangan, hadis darslariga qatnashgan. So'ng Makkadan chiqib Madina shahriga borgan va o'sha paytda Madina shahrida hadisdan dars bo'lar edi. U yerdagi muhaddislardan, u yerdagi hadis ulamolaridan hadis o'rgangan, hadislarni to'plagan va Madinadagi hadis darslarida qatnashgan. Imom Buxoriy hazratlari Makka va Madina shaharlarida 6 yil yashagan. 6 yil davomida u yerdagi muhaddislardan hadis o'rgangan va u yerdagi hadislarni to'plagan. Muarrixlarning ta'kidlashicha, Imom Buxoriyning Hijoz, Makka, Madina, Toif, Jiddaga qilgan safari 6 yil davom etgan. Shundan so'ng o'sha paytda ilm fanning yirik markazlaridan hisoblangan Damashq, Qohira, Basra, Kufa, Bag'dod kabi shaharlarda hayot kechiradi. Buxoriy o'sha yerlik mashhur olimlardan hadis bilan bir qatorda fiqh ilmidan ham ta'lim oladi. Yirik olimlar davrasida ilmiy bahs munozaralarida qatnashadi va talabalarga ham dars beradi. Imom Buxoriy yosh bolalik chog'laridayoq shogirdlarining sanog'i bo'lmagan. Yoshlik chog'ida ahli Basradan ma'rifat toliblari u kishining ortidan yugurib yurar edilar. Hattoki majbur qilib yo'l ustiga o'tkazib olib hadis aytishni so'rashar edilar. O'sha majlislarda minglab odamlar jamlanar edi. Ularning ko'pi hadislarni odamlar yozib oladigan shayxlar bo'lardi. Imom Buxoriy bo'lsa hali o'sha vaqtda mo'ylabi ham chiqmagan yosh bola edi. Tarixi Bag'dod kitobida bu haqda quyidagilarni o'qish mumkin. Abu Bakr Ayyan aytadilar, Muhammad ibn Ismoildan Muhammad ibn Abu Yusuf Firabiyning eshigi oldida hadis yozib oldik. Bu vaqtda uning mo'ylabi ham chiqmagan bir bola edi. Bir marta Buxoriy Basraga kelganda jarchi, ey ahli ilmlar, Muhammad ibn Ismoil Buxoriy keldi deb odamlarni chaqirdi. Uni izlab borganlar esa Basra jami masjidida
ustun ortida namoz o'qiyotgan qop qora soqolli yosh yigitchani ko'rdilar. U namozni o'qib bo'lishi bilan o'rab olib, ular uchun imlo majlisi qurishni iltimos qilishdi. U kishi rozi bo'ldi. Shunda jarchi ikkinchi marta Basra jome masjidida turib, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriy keldi deb jar soldi. Mana shunday tarix zarvaraqlarida ko'plab bunga dalolat qiladigan ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Bundan ma'lum bo'ladiki, Imom Buxoriy odamlarga hadis aytadigan bo'lsa, u kishidan hadis eshitishga ishtiyoqmand kishilar ko'p bo'lganidan ilm majlislariga juda ko'p odamlar yig'ilgan. Bunday ilm majlislarida shunchalik ko'p odamlar yig'ilganidan oxirgi qatorlarga Imom Buxoriyning so'zlari yetib bormas. Shu sababli o'rtaga har joyga ovozi baland kishilar qo'yilgan, ya'ni Imom Buxoriyning aytgan hadislarini orqadagilarga yetkazib turish uchun. Hadis ilmidan o'z bilimini yanada oshirish maqsadida Xurosonning Marv, Balx, Hirot, Nishopur, Ray kabi shaharlarida bo'ldi. Bu shaharlarda juda ko'plab olimlardan ta'lim oldi, hadislar to'pladi. Nishopurlik olim Al-Hakimning yozishicha, Imom Buxoriy ustozlarining umumiy soni 90 kishi atrofida edi. Imom Buxoriy hazratlari yashagan davr hadis ilmining oltin davri hisoblanadi. O'sha davrda ko'plab ulamolar, muhaddislar hadislarni to'plashga, hadis kitoblarini yozishga kirishgan. Demak, o'sha davr butun islom olamida hadis ilmi uchun oltin davr hisoblanadi. O'sha paytda dunyoning barcha shaharlaridan katta muhaddislar yetishib chiqqan va ular hadis ilmining rivoji uchun katta hissa qo'shgan va o'z asarlarini yozgan. Shu qatori Mavoraun Nahr diyoridan ham zabardast muhaddislar yetishib chiqqan va ular nafaqat Mavoraun Nahr diyorida, balki butun islom olamida mashhur bo'lgan va islom olamida hadis ilmining rivoji uchun katta hissa qo'shgan va hadis ilmining oltin davri hisoblangan davrga o'z hissasini qo'shgan. Mavoraun Nahridan o'sha paytda yetishib chiqqan muhaddislardan biri Imom Dorimiy hazratlaridir. U kishi Samarqandda tavallud topgan va Samarqandda ta'lim olgan. So'ngra ta'limni davom ettirib ilm safariga chiqqan. U kishi ham ilm safarida Bag'dod, Kufa kabi ko'plab shaharlarga borgan. U yerdagi katta muhaddislardan hadis o'rgangan, ta'lim olgan, hadislarni to'plagan va safari davomida Imom Buxoriy hazratlari bilan uchrashganligi, Imom Buxoriy hazratlari bilan birga ustozlarining darsida qatnashganligi haqidagi ma'lumotlar ham bor. Imom Buxoriy hazratlari ham Imom Dorimiydan Sahihul Buxoriyda bo'lmasa ham boshqa asarlarida hadis rivoyat qilgan. Imom al-Buxoriy hayotining katta qismi xorijiy ellarda musofirchilikda o'tdi. Bu haqida allomaning o'zi Misr, Shom, Mesopotamiyaga 2 martadan, Basraga 4 marta borganman. Hijozda 6 yil yashaganman. Bag'dod va Kufa shaharlariga necha marta borganim hisobini bilmayman degan ekan. Imom al-Buxoriy nafaqat yirik olim, balki o'zining go'zal xulq-atvori, muruvvat va saxovati bilan ham boshqalardan tamomila ajralib turgan. U zehni o'tkirligi va yodlash qobiliyatining kuchliligi bilan ham xalq orasida g'oyat shuhrat qozongan. Imom Buxoriy solih kishilardan bo'lib, ixlosli, sadoqatli, ibodatgo'y va duosi qabul bo'lgan kishilardan edi. Muhammad ibn Abi Hotim Varraq Buxoriy o'zining risolasida keltiradi. Husayn ibn Muhammad Samarqandi bunday deydi: Muhammad ibn Ismoil maqtalgan xislatlarning 3tasi bilan xoslangan edi. Kam gap edi, ta'magirlikni aslo xushlamasdi, insonlar ishi bilan emas, hamisha ilm bilan mashg'ul edi.
ushbu gapdan u kishining fazilatlarini, xislatlarini bilib olsak bo'ladi. Salim ibn Mujohid aytadi: dunyoda 60 yildan beri Imom Buxoriydan ko'ra taqvodorroq va bilimdonroq kishini ko'rmadim degan. Yana Imom Buxoriy hazratlarining o'zi men g'iybat haromligini bilganimdan beri biror kishini g'iybat qilmadim degan. Ushbu gaplardan Imom Buxoriy hazratlarining xos fazilatlarini bilib olsak bo'ladi. U kishining saxiyliklari, u kishining ilm ahliga bo'lgan xizmati, muhabbati, hasharlarda ishtirok etishlari barchasi u kishining fazilatlariga dalolat qiladi. Imom Buxoriy tashqi ko'rinishi xushbichim ko'rinishda bo'lgan. Ozg'in ham, semiz ham emas edi. O'rta bo'yli bo'lib, bo'yi uzun ham, qisqa ham emas edi. Ochiq chehrali bo'lgan. Badavlat bo'lsa ham dunyoga rag'bati yo'q, ya'ni taqvodor kishi bo'lgan. Alloma juda saxovatpesha bo'lib, ayniqsa ilmi toliblarga juda ko'p xayr ehson qilish bilan alohida ajralib turgan. Kam yer va ko'p sadaqa qilar edilar. Alloma jumladan ot minish va kamon otishga ham mohir bo'lgan. Xotirasi juda mustahkam, bir ko'rgan yoki eshitgan narsasi o'sha zoti xotirasiga muhrlanar edi. O'ziga zamondosh bo'lgan ulamolar ta'riflaganidek, Imom Buxoriy Allohning yerdagi mo'jizasi edilar. Imom Buxoriyning 600 mingga yaqin hadisni yod bilgani manbalarda qayd etilgan. Imom Buxoriy mehnatlari sababli muhaddislar orasida hadis ilmida mo'minlarning amiri, jasur imom, muhaddislarning imomi, faqihlar sayyidi, dunyodagi barcha musulmonlarning imomi, islom shayxi, musulmonlarning ustozi kabi yuksak unvonlar bilan tilga olingan. Imom Buxoriyning yod olish qobiliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, 100 ming sahih va 200 ming g'ayri sahih hadisni yoddan bilgan. Shuningdek, manbalarda u zotni 600 ming hadisni yoddan bilganligi o'zini so'zlari bilan keltirilgan. U zotning varroqlari shunday rivoyat qiladi: Imom Buxoriy bir kecha uxlamay barcha tasnifotlarimdagi hadislarni sanab chiqdim. Ularning soni 200 mingta yetibdi degan edi. Imom Buxoriy 1080 nafar ustozdan hadis rivoyat qilgan. Undan esa 100 mingdan ortiq roviy hadis rivoyat qilgan. Sahih Buxoriydagi shayxlarning adadi esa 300 ga yaqinlashadi. Imom Buxoriyning xalq va ulamolar orasida Shayxul Islom, Shayxul Muhaddisin, Imomud Dunyo, Tabibul Hadis unvonlari bo'lgan. Biz bu unvonlarning har birini asosi mavjud bo'lib, masalan, Tabibul Hadis, hadislar tabibi unvoni, u zot hadis ilmi sohasida sahih hadislarni zaif va illatli hadislardan ajratib to'plashni boshlab bergani uchun va bu borada u zotning oldiga tushadigan olim bo'lmagani sababli bunday unvon berilgan. Yoki Imomul Muhaddisin unvoni bilan 600 ming hadisni roviylari va ularning tarjimai hollari bilan birga xotirasida saqlagani uchun shunday unvon berilgan. Imom Buxoriyning zehni kuchliligi haqidagi ma'lumotlar o'sha paytda butun islom olamiga keng tarqala boshlagan. Barcha insonlar bu haqida bir-biriga gapira boshlagan. Bag'dodlik ulamolar Imom Buxoriyning zehni va yodlash qobiliyati kuchli ekanligi haqidagi ma'lumotlarni, xabarlarni eshitgandan so'ng bu kishini zehnini sinab ko'rmoqchi bo'lgan. Va shunda Bag'doddagi ulamolar to'planib buni kelishib olgan. Chunki o'sha davrda Bag'dodda bag'dodlik va boshqa yerdan kelib ijod qiladigan, ta'lim oladigan, ta'lim beradigan ko'plab ulamolar, muhaddislar bo'lgan. U yerda Mavara va Nahr va Xurosonlik ulamolar ham bo'lgan. Ulamolar to'planib, muhaddislar to'planib 100 ta hadisni olib, 10 ta muhaddisni ajratib, har biriga 10 tadan hadisni bergan. Berganda 10 ta hadisni sanadini bu 10 ta muhaddisga,
matnni boshqa muhaddisga shunday qilib chalkashtirib 100 ta hadisni bergan va ular Imom Buxoriy bilan majlis qiladigan vaqtni va kunni va joyini kelishib olgan va u yerga Imom Buxoriy hazratlari kelgan. O'sha imtihonda Mavara-Nahllik va Xurosonlik ulamolar ham qatnashgan, kuzatib borgan. Kelishib olgan muhaddislardan biri turib, falon hadisni aytib bering, to'g'rimi deb aytganda, Imom Buxoriy men bu hadisni bilmayman degan. Keyin ikkinchi hadisni aytganda buni ham bilmayman degan. Uchinchisini va nihoyat oxirgisini 10-sini aytgangacha men bu hadisni bilmayman degan. Shunda bu yerda o'tirgan ulamolar, muhaddislar Imom Buxoriy biz imtihon qilayotganligimizni, biz bu hadisning matnini, sanadini chakashtirib qo'yganligimizni bilib turibdi, bilib turib aytmayapti degan. Va bu voqeani bilmagan ulamolar esa Imom Buxoriyning zehni va yodlash qobiliyati sust ekan, bu maqtaydigan darajada emas ekan degan. Xuddi shu tartibda boshidan oxirigacha davom etgan, oxiriga 13 kishi ham turib bu falon hadisni aytganda Imom Buxoriy hazratlari men bu hadisni bilmayman degan va oxirigacha aytganda bu hadisni bilmayman degan. Imom Buxoriy hazratlari haligi 10 kishi oxirgi hadisini aytib bo'lganini bilgandan so'ng birinchi kishiga qarab, siz falon hadisni aytdingiz, lekin bu noto'g'ri, buni to'g'risi mana bunday, sanadi bu, matni bunday, ikkinchisi sanadi mana bu, matni mana bunday deb birinchidan ularga o'sha o'zlari aytgan noto'g'ri sanad bilan matnni aytib berib, keyin to'g'risi mana bu deb to'g'risini ham aytib bergan. Oxirgi 100-hadisgacha xuddi o'sha hadislarni ular aytgandek aytib va keyin to'g'risini aytib bergan. Shunda bu yerda to'plangan ulamolar, muhaddislarning barchasi Imom Buxoriy hazratlarining zehniga va yodlash qobiliyatining kuchliligiga tan bergan va ular hech bir kishi Imom Buxoriy hazratlaridan o'tib keta olmasligini bilgan, anglab yetgan. Buyuk muhaddis Imom al-Buxoriy hayoti shu qadar hikmat va hayratlarga boyki, necha asrlar o'tsa ham mutaxassislar bu sinoatning tagiga yetolgan emas. Biz bugun ul zotning hayot yo'liga nazar soldik. Kelgusi ko'rsatuvimizda esa allomaning boy ilmiy merosi, asarlari haqida hikoya qilishni lozim topdik.